Saudiya Arabistonida bir qari kishining mashina buzilib qoladi yo'lda. 1 soat o'tiradi. Zat o'lmaydi. Nechatarini bilmaydidan yonida bir stadion bo'ladi, stadiona boradidan o'ylanib o'tiradi. Nechatarini bilmay, o'ylanib. Aslin keyin qarasa, odamlar "Ey, sen aytib turibdi, qarab yana" desa, qarasa bir tarafi pastda stadionda bir mashina o'ynab turgan bo'ladi-da. Shu mashina bu yutadi tomoshabinlar arasida. Yanqini mashina yutgandan keyin chiqib borishini ko'rsangizdan yig'lab qo'yayotir yanqi kishidan. Yig'lab, so'yingandanmi, qisingandanmi yig'lab qo'yayotir yani. Mo'jizaga qaranglar-da. Xudoy taolo shuni mashinani aynan sho'ra kelib buzib qo'yib, aynan sho'ra olib kirdi. Aynan shu mashina o'tib ketishi kerak ekanligini qaranglar. Yana nechik mo'jiza.